Kuni kecha Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Oqoltin mahalla fuqarolar yig'ini hududida sodir bo'lgan hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Aynan ushbu hududda avtomobillarga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida 3-aprel kuni soat 13:45lar atrofida man rusumli gaz tashish avtomobilidan sig'imga gazni bo'shatish jarayonida texnologik jarayonlarning buzilishi oqibatida gaz sizib chiqish holati sodir bo'lgan. Gaz sizib chiqishni boshlagandan so'ng qisqa vaqt ichida u shoxobcha atrofidagi 100 metr radius hududga tarqalib, ko'rinishidan tuman singari holatni yuzaga keltirgan. Ushbu hodisa joyiga zudlik bilan favqulodda vaziyatlar boshqarmasining qutqaruvchilari yetib borib, hodisani bartaraf etish choralariga kirishdi. Ular birinchi navbatda xavfli hududni o'rab olib, fuqarolarni xavfli hududga yaqinlashtirmasdan ehtimoliy portlashni oldini olish choralari ko'rildi. Qutqaruvchilar gaz sizib chiqayotgan manbaga yaqinlashib, gaz oqimi qisqa fursatda to'xtatildi. Shu bilan birga hududda doimiy nazorat o'rnatildi. Qutqaruvchilarning tezkorligi, fidoyiligi va kasbiy mahorati natijasida katta chaqnash, portlash, katta talofatni oldi olindi. Ushbu hodisa oqibatida fuqarolarning tan jarohat olish holatlari kuzatilmadi.